Olexga addam-darim mushularni beradiganiga prank qilib ko'ramiz. Alo. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Uzr, bezovta qildim. Yaxshimisiz? Ha, bezovta qilib qo'ymadimmi? Tuzukmisiz? Uydagilar yaxshimi? Toshkentdan telefon qilyapman, qizim. Mana bir jiyanim o'sha yerda Termizda turadi. Olexdan ko'rib qoluvdim. Mushularni berib yuborsizlarmi yoki-da o'shanga bir gaplashib ko'ray deb aytdim. Qaysi birini u yerda ko'p qo'yganman-da. Ha, bitta mushuchani ko'rdim. 4-B sinfda o'qiydi. A'lo baholarga deb yozib qo'yibsiz. Bitta mushukchami? Ha, mushukcha. Necha yosh mushukchalaringiz? Katta emasmi hali? Yo'q, 3 oylik shunaqada. Ha, ularga nima berish kerak? Sigir sutimi yo odam sutini ichib katta bo'ladimi? Ular sutdan chiqqan, shunaqa korim shunaqa ovqat yeydi-da. Ha, qarang, biza prosta mana jiyanim rosa mushularni yaxshi ko'radi. Misol uchun uyda 420 ta mushugi bor. Adasi Amerikada ishlaydi. O'shanga bitta qizi bor-da, mana jiyanim. O'shanga kasal emasmi, anaqa emasmi, olib kelib mushularga qo'shib qo'ysak deb ularni hammasini terisini shilib, qovurib, salat qilib biz anaqaga xitoyliklarga beramiz-da. Nimani xitoyliklarga beradi? Mushuni go'shtini yaxshi ko'radi ular. Mana o'zi bilan ham gaplashib ko'ring, Mr. Kim. 啊，你好，养护是叫喵喵，我是这家果是谁家有的？ Shoshlang. Bu yoqqa bering telefonni o'zlariga. 啊，你好，好，谢谢。 Allo. Opa, siz normalmisiz? Men nima yomon gap gapirdim sizga hozir? Yo'q, nima degani? Mushukni go'shtini men bilasizmi? Qanchalik yaxshi ko'raman, siz nima qilyapsiz hozir? Nima deyapsiz? Men bularga yaxshilab tushuntiryapman, mushukni go'shtini yeb bo'lmaydi deb. Mr. Kim, 其他还有中国的，然后这几天我卖我这个。 Boray, tashlab. 哎呀，还是哪些？